Hech qanday aniq sabablarsiz osongina charchashingizni va mushak og'rig'ini his qilyapsizmi? Charchoq, mushak og'rig'i, qusish, yengil isitma va sariq yuz kabi alomatlar gepatit B alomatlari bo'lishi mumkin. Gepatit B virusining yuqishi asosan tana suyuqliklari va qon orqali amalga oshadi. Gepatit B ayniqsa keng tarqalgan hududlar Osiyo va Afrikada. Virus tanangizda mavjud bo'lsa ham, agar sizda jigar yallig'lanishi bo'lmasa, sog'lig'ingizni asrash hamda spirtli ichimliklar va chekishdan saqlanish orqali normal hayot kechirishingiz mumkin. Biroq gepatit B virusining har 4 ta tashuvchisidan bittasi bir necha 10 yillar o'tib surunkali gepatit, sirroz va jigar saratoni kabi jiddiy kasalliklar orttirishga moyil bo'ladi. Gepatit B ning davosi bu virusni tanangizda ko'payishiga yo'l qo'ymaslikdir. Sizda gepatit B antitellalari, aksil tanalari bor yoki yo'qligini bilmoqchimisiz? Siz buni tekshiruv yozuvlari orqali aniqlashingiz mumkin. Ularni siz Koreyaga kirganingizda va tibbiy muassasada tekshiruvdan o'tganingizda olgansiz. Agar sizda gepatit B antitellalari bo'lmasa, o'zingizni vaksinatsiya qilishingiz mumkin. Agar siz gepatit B ga qarshi emlash olsangiz, ushbu kasallik xavfidan yiroq bo'lasiz. Vaksina chaqaloqlarga va antigenetik antitellalarga ega bo'lmagan kattalarga profilaktik ta'sir ko'rsatadi. Biroq shuni unutmangki, antitellalar faqat 3-dozani to'liq olgandan keyingina hosil bo'ladi. Tish cho'tkalari, tirnoq qirqich, qaychi va ustara, lezbiya kabi shaxsiy gigiyena vositalarini boshqalar ham ishlatishiga yo'l qo'ymang. Agar siz virus bilan ifloslangan ignalar, pichoqlar va boshqalar bilan yaralangan, sanchilgan bo'lsangiz, infeksiyani yuqtirib olishingiz mumkin. Agar sizda gepatit B virusi bo'lsa, jigaringizga yuk bo'ladigan ovqatlarni iste'mol qilmasligingiz kerak. Dori qabul qilganingizda shifokoringiz bilan maslahatlashing. Bundan tashqari, gepatit B virusi tashuvchilari bola emizmasliklari kerak. Agar siz homilador bo'lsangiz va virusning tashuvchisi bo'lsangiz, yangi tug'ilgan chaqaloq tug'ilgandan keyin 12 soat ichida emlashni va immunoglobulin olish uchun shifokorga murojaat qiling.